Yaxşımısızlar kichik do'stlar? Bugun biz maymun bilan qisqushbaqining hikoyasini anglaylik. Bu zot qanday hikoyadi? Bir kuni qo'rsiqi intayin ichib ketgan bir maymunchaq bir ana qisqushbaqining gurish mondiligini ko'tarib xo'shal ketayotganligini ko'ribdi. Shuning bilan bu maymunchaq bir amal qilib qisqushbaqining qo'lidagi gurish mondiligiga ega bo'lmoqchi bo'pti. Onunda bir halva bidit uruqi bar ekan. U qisqushbaqining yo'lini to'sibdi. "Hey qisqushbaqa, qara meningga, men nima ekan?" Qisqushbaqa maymunchaqning qo'lidagi halva bidit uruqini ko'rib, "Bu halva bidit uruqi" debdi. "Shundoq, sening bu gurish mondiligingga buni almashtirib beray deyapman" debdi maymunchaq. Qisqushbaqa bu gapni anglab, darhalla "Yo'q, bo'lmaydi. Men buni balalarimga ilib ketyapman. Balalarimning qo'rsiqi och" debdi. Maymunchaq qisqushbaqaga tushuntiribdi. "Hey ahmoq, men senga yaxshilik qilay dedim. Bu gurish mondiligingni birdamda yeb tugatsizlar. Qarama valva bidit uruqiga. Uni terib qo'yib, o'stirib daraxt qilsang, bir muncha halva biditlarga ega bo'lsan, amaliyotda sen foydalisan" debdi. Maymunning degan so'zlarini anglab, u halva biditlarni o'ylab, o'zini rostilla foyda oldigandek his qilgan qisqushbaqa gurish mondiligini heliqi maymunchaqning qo'lidagi halva bidit uruqiga almashtirib beribdi. Shuning bilan qisqushbaqini aldivog'iniga xo'shal bo'lib ketgan maymunchaq u gurish mondiligini toza mazza qilib yebdi. Qisqushbaqa bo'lsa qaytib berib, u halva bidit uruqini tuproqqa teribdi. Hamda uningga suv quyib naqsini aytibdi. "Halva bidit uruqi, tez big' surib chiq. Big' surmaysan qaycham bilan kesib tashlayman." Bu gapni anglagan halva bidit uruqi kesib tashlanishidan ansirab, darhalla big' surib chiqibdi. Shuning bilan ana bola qisqushbaqalar intayin xo'shal bo'pti. Ular bir tarafdan bu halva bidit notisini parvish qilg'ash, bir tarafdan naqsini aytibdi. "Halva bidit notisi, tez cho'ng daraxt bo'l. Tez cho'ng bo'lsang qaycham bilan kesib tashlayman." Buni anglab, halva bidit notisi kesib tashlanishidan ansirab, noiti tezlam cho'ngib yo'g'on daraxtga aylanibdi. Ana bola qisqushbaqlar texmi xo'shal bo'pti. Ular cho'ng daraxtga qarab turib, "Halva bidit daraxi, tez meva ber. Meva bermisang o'tun qilib qallab tashlayman" debdi. Shuning bilan buni anglab, heliqi halva bidit daraxi o'zining o'tunga aylanib ketishidan ansirabdi-da, darhalla yo'g'on halva bidit mevalarini beribdi. Hamda ular oltindek sarg'ayib, may bog'lab pishibdi. Shuning bilan ana bola qisqushbaqlarning bu o'xshab ketgan halva biditlarni tezroq yegisi keldi. Qisqushbaqa daraxtga yamishib chiqmoqchi bo'pti. Shotalarni qo'yib beqibdi. Lekin u daraxtdagi halva biditlarga zodila qo'lini yetkazolmabdi. Dal shu vaqtda heliqi maymunchaq kelib qopti. "Pah, bu halva biditlar ajab o'xshab ketibdi-ku" debdi u daraxtga qarab. Qisqushbaqa maymunchaqqa qarab, "Sen bizga elib bersang, o'zingmi yeyalaysan? Bizga yordam qilib elib bergan bo'lsang" debdi. Qisqushbaqining gapining oxiri tugamayla, maymunchaq ikki sakrablam daraxtga yamishib chiqibdi. U daraxtga yamishib chiqqandan keyin bir tarafdan yegash, yana bir tarafdan ekitish uchun xurjuniga halva biditlarni to'ldirib qachalashga boshlabdi. Pastdagi qisqushbaqalar shuncha uzun saqlasimi, maymun ularga biror halva biditni tashlab bermabdi. Shuning bilan ana qisqushbaqa debdi. "Hey maymunchaq, o'zingni yeyavermay, bizga birani tashlab bersangchi" debdi. Maymunchaq
bir to'ng pishmagan halva biditini elibdi-da, kuchab qisqushpaqqiga aytibdi. Mana sana! Bu to'ng halva bidit ana qisqushpaqining beshiga qattiq tegibdi va uni yorlandiribdi. Qisqushpaqining yorlanib uyida davolanayotganligini anglagan uning do'stlaridan Hara, Havancha va Kashtanlar qisqushpaqini yo'qlab uyga kelibdi va qisqushpaqidan maymunning qilganlarini anglab intayin g'azablanibdi. Shuning bilan ular bu maymun bek haddidan eshibdi. Uning bir advini berib qo'yayli, deyishibdi-da, maymunning uyiga qarab yo'l olibdi. Ular maymunchaqning uyiga yetib kelganda, maymunchaq uyida yo'q ekan. Shuning bilan fursatdan foydalanib, Kashtan mashning ichidagi kulning orasiga yoshirinibdi. Hari bo'lsa, suv qachilaydigan idishga yoshirinibdi. Havanchi bo'lsa, to'rusga yoshirinibdi. Biroz vaqtdan keyin maymunchaq sirtdan titrigan peti kirib kelibdi. Voy, nimandoq so'g'oq. U isinmoqchi bo'lib mashning oldiga kelib, o'tga qaqlanibdi. Dal shu vaqtda kul orasiga yoshirinib yotgan Kashtan chachirab chiqibdi-da, o'zini maymunchaqqa uribdi. Voy, kuyib ketdi. Maymunchaq sakrab taqlab, idishdagi suda kuyib ketgan o'rnini muzlatmoqchi bo'ldi. Lekin idishni ichishi bilanla heliqi yoshirinib olgan Hari chiqib, uning yerini chiqishga boshlabdi. Meni qutqizinglar! Darhol qochmoqchi bo'lgan maymun amdi eshikdan chiqay deyishiga, to'g'risida yoshirinib yotgan Havancha o'zini maymunning ustiga qattiq tashlabdi. Hamda uni besibmoqchi aytibdi. Voyjon, meni qutqizinglar! Maymun og'riq chidamay dod faryod qilibdi. Ular sen o'zingning qandoq askish qilganingni bilamsan, deb uningga o'zining nima qilganligini iqror qilg'izibdi. Maymunchaq bo'lsa, bilaman, men endi hargiz undaq ishni qilmayman, ikkinchi qilmayman, deb ularga va'da beribdi. Shuning bilan bular maymunchaqni oldiga silib, qisqushpaqining oldiga elib kelibdi. Maymunchaq o'zining haqiqatan xato qilganligini tonib, qisqushpaqidan samimiy kechirim so'rabdi. Shuning bilan qisqushpaqimi maymunchaqni kechiribdi. Maymunchaq daraxtga chiqib, chiq o'xshagan halva biditlarni ilib, hammaylar birlikda halva biditlarni yebdi. Shuningdan keyin ular urushmay, talashmay, inoq ittifoq o'tadigan bo'ldi. Qandaq kichik do'stlar, bu maymun bilan qisqushpaqa degan hikoya qiziqarliqmikan? Undaqda bugungi hikoyamiz mush yergacha bo'lsin. Xayr xo'sh.